Ba'zan hayot sizga nima kerakligini sizdan ko'ra yaxshiroq biladi. 2026-yil men Toshkent davlat texnika universitetiga kirdim. U yerda tanlovga ba'zi bir tillarni berishni o'rgangani. Men nemis tilini o'rganmoqchi bo'ldim, lekin nemis tili tanlovda yo'q edi. Shunda iloji yo'qlikdan men fransuz tiliga kirdim. Fransuz tilini sessiyani oxirigacha o'rgangim kelmadi to'g'risi. Lekin sessiyadan keyin men juda ham xursand bo'lib ketib turib, uyga kelib fransuzcha qo'shiqlarni eshitishni boshladim. Shunda bildimki, men juda ko'p eshitgan qo'shiqlarim oldin bilmas edim ekan, lekin ular fransuz tilida aytilgan ekan. Shunda bitta qo'shiq oxiri eshitib qoldim. Marvel Wood'da Bad Boy qo'shig'i. Ouais, tant d'années, j'essaie de faire le vide souvent, sourire, ouais, de faire le tri. Bad boy, bad boy, et toutes tes copines sont des bad girls. Shu qo'shiq meni juda ta'sirlantirdi. Shu qo'shiqdan keyin men fransuz tilini sevib qoldim. Hech bo'lmaganda shu qo'shiq tarjima qilganda fransuz tilini o'rganish kerak degan fikr keldi o'zimga. Birinchi semestrdan keyin fransuz tili darslari tugadi bizda. Ikkinchi semestrdan o'zim uchun o'rganyapman fransuz tilini. Fransiya meni hayotimga va odamlarning hayotiga qanchalik ta'sir qilganini bilmoqchi bo'lsangiz, ikkinchi qismni ko'ring.